To'xta. Jahon School do'konidan mahsulotlarni faqatgina o'quvchi bo'lsang, yulduzli evaziga olishing mumkin. Xo'p, nimalar bor o'zi do'konda? Sen o'tirib tur, men hozir hammasini tushuntirib beraman. Do'konda 11 ta kategoriya mavjud va ulardan 6 tasi hozir aktiv holatda va ularda 100 dan ortiq mahsulotlar bor. Birinchi kategoriya breloklar. Bu yerda nafaqat o'quv sumkasi uchun, balki muzlatgich uchun ham turli xil breloklar topishingiz mumkin. Ikkinchi kategoriya maishiy mahsulotlar. Bu yerda Jahon School logosi tushirilgan krushka, bakal va shu kabi mahsulotlar bor. O'g'il bolalarning eng sevimli bo'limi. Bu yerda shaxmat, stol tennis va eng muhim narsa futbol to'pi sotiladi. Kitoblar bo'limida siz ingliz, rus va hamda o'zbek tillarida turli xil kitoblar topishingiz mumkin. Maktabdagi forma va o'quv qurollar bo'limidan turli xil maktabga kerak bo'ladigan mahsulotlar olish mumkin. Masalan, o'quvchilar yaxshi o'qish evaziga maktabdagi turli xil xarajatlarni o'zligi qoplay olishadi. Eng qimmatli narsalar sotiladigan bo'lim albatta texnologiyalar va gadjetlar bo'limi. Bu yerdan o'quvchilar flashkadan tortib hattoki notebookgacha narsalar xarid qilishlari mumkin. Xullas, yaxshi o'qisang, darslarda faol bo'lsang, do'kondagi mahsulotlarni bemalol sotib olasan. Jahon School. Salohiyatni kashf etamiz.